Yozda bo'ying erta bahornikida. Yoningdan o'taman ataylab Eh, dada bu pampers nimaga? Uyda kechasi daryo toshqin bo'lyapti. Sani dastingdan quruq ko'rpacha qolmadi. Bu pampers taqib uxlaysan. Dada, uyalaman. Va'da beraman, boshqa unaqa bo'lmaydi. Ha, nima bo'ldi yana? Suv to'kilib ketdi. Suvning hidi bor ekan, qandaydir. Kompot to'kilib ketdi-da, dada, kompot. Aka, qarang, kechqurun men siyib qo'yapman-da. Nima qilsam bo'ladi? Dadam menga pampers kiydirmoqchi. Buni yo'li oson-ku. Yotishdan oldin ko'rpaga shuni kungacha qo'yib yotish kerak, hech narsa ho'l bo'lmaydi. Ты умный человек, Madina. Bomba bilan, bomba bilan, telegondagi dandonga gelan. Endi hech narsa ho'l bo'lmaydi. Ya! Endi gilamga to'kildimi kompoting? Yo, no. Boyagida bu pishagimiz qildi. Birovga tuhmat qilish gunoh. Ko'p aldama, mana buni kiyasan endi. Dada, yana bir martagina imkon bering, oxirgisi. Uje kunduz kuni hammi? Men hammadan surishtirdim. Buni hech qanday uyat joyi yo'q ekan. Sal xijolat bo'lyapman-da. Xullas, birinchi parkka boramiz. Keyin diskoteka. Qoch, jim. Hamma yig'ildimi? Yig'ildik, so'z birinchi nimadan boshlaymiz? Shahran shirib, qanday bezatibmi? Birinchimi? Hamma yig'ilgan bo'lsa bilaman. Hammangda puling bor. Birinchi bo'lib remont pulini yig'am. Ber. Yellama, ber. Qizlar bilan qancha tushamiz kechga? Qalaysizlar? Umidmi? O, qayerga o'tdi bu? Boshdan qayerda olding? Arendaga oldim, chiqinglar, aylanamiz. Ilma yoqqa. Qo'y deginma. Ha, nima deysan? Shunga pechat bilan qo'l qo'yib bering. Nimaga? Uydagilarim kelganda-da. Asal mana maktabni ham tugatyapmiz. Meni uydagilarim armiyaga yuborishyapti. Armiyadan kelgandan keyin o'qishga kirishim kerak. 5 yil kutasanmi meni? Javlon aka, uydagilarim o'qiysan deyapti. Shu men o'qigim kelmayapti. Shunga siz nima deysiz? Qolasanmi yo biz bilan ketasanmi? Endi davramizga bitiruvchilarimiz taklif qilamiz. Marhamat. Endi bitiruvchilarimiz davramizga taklif qilamiz. Qan? Ustoz, shotamiz biza. Shotamiz. Bayram tugadi, hammang to'g'ri uyingga ket, tushundingmi? O'zi shunday desam uyga ketamiz, hamma pulimizni remontga yig'ib oldingiz-ku. Remont deganlarga 5-uyindan remont. Hammang ke remont qilasan. Ham remontga pul berib, remontni ham o'zimiz qilar ekanmiz-da. Hali shahodatnomalang menda turibdi. Hatto oluvding o'zi mashinani. Arendaga oluvdim. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz emas, nima qilasan? Zo'r. Ha, dada. Qayerda yuribsan? Tezkop kelganman, uyda birga kino ko'ramiz, tez kel. Bo'ldi, xo'p. Qanaqa kino ko'ramiz? Qaysidir chumo qayerdadir yo'qortdi-da. O'l chumo. O'shaning uchun sen chumoga aytaman-da, olov bilan o'ynashmadim. Qachon o'ynadim? Nima kino ko'ramiz? O'g'lingiz nima ish qilganini bilasizmi? Nima qilibdi meni o'g'lim? Mana. Hech narsa qilmagan-ku. Tavba qildim. Kamon o'ynab qadab qo'yibdi. Qarasangiz bo'lmaydimi bolangizga? Tarbiya bering o'tirgandan ko'ra. Qanaqa otasiz? Qanaqa disk deganmi? Dada, bugun nima kino ko'ramiz? Shu bugungi qilgan ishing uchun uxlaysan. Men ko'raman kinoni.
Пойдем в спальню твоих родителей. Нет, иди сюда. Садись. Ya o'g'limni ustozi, tinchlikmi? Keling. Tinchlik emas. Bu o'g'lingizga qanaqa tarbiya beryapsiz? Maktabda sinfdosh qizini o'pib olibdi. Nima? Mani o'g'limmi? Ha, yo'q, siz o'g'lingiz emas, qo'shningiz o'g'li. Sizni o'g'lingiz sizni oldingizga keldimi? Bir tarbiyasiga qarasangiz bo'lmaydimi? O'zi uyda nimalar bilan shug'ullanyapti o'g'lingiz? Shu men bilan har kuni kino ko'radi. Demak, kinolar buzayotgan ekan tarbiyasini. Undan ko'ra bir manfaatli, ma'rifatli ko'rsatuv qo'yib bering o'g'lingizga. Dada bugun qanaqa kino ko'ramiz? Zakovat ko'ramiz. Voy, zakovat nima edi? Hozir ko'rasan, yur. Qalay ko'rsatuv ekan o'g'lim? Zir. Yoqdimi? Ya o'g'limni ustozi, keling. Kecha nima ko'rdinglar? Ha, shu kecha aytganingizdan keyin ko'rsatuv zakovat ko'rdik. O'g'lingizdan so'rayinchi, bugun rasm darsida nima chizibdi? Kecha men uxlagandan keyin nima ko'rding? Yo, zakovat. Titanik. Yuring, dada, bo'ldi. Biz bilan yashamaysiz. Jonimga tegdingiz. Chiqib ketding ekan. Ikki dunyo rozi emasman. Iloyo, o'g'lingdan qaytsin. Iloyo, o'g'lingdan qaytsin. Ey, nima ichyapsan? Oddiy suv? Ha, suvmi? Aroq ichib meni tashab kelasanmi deb o'ylabman. Iloyo, o'g'lingdan qaytsin. O'g'lim, ana senga ortiqchalik qilmayapmanmi? Uyingdan haydab yubormaysanmi meni? Yo'q, dada, nima deganingiz-u? Otamsiz-ku meni. Rahmat. Idishlar o'zim yo'q qo'yaman. Dada. Ha, bo'ldi, narsalarni tayyorlab qo'yganman, bolam. Haydama, o'zim ketaman, o'zim chiqib ketaman. Yo'q, nimalar deyapsiz? Telefonim o'chadi, zaryadchim ko'rmadingizmi? Ha, tortmada turibdi. Dori ham bor shoda. Yuring, dada, yuring. Qo'yma, yuring. Yo'q, qo'yma. Yo'q, yashamayman siz bilan. Urush bo'lyaptimi? Ajratish. Yo'q. Birovlashiga aralashma. To'xta bolam, to'xta. Men otamga unaqa qilmaganim, sen ham unaqa qilma bolam. Ya menga bitil qiziq, yashamayman siz bilan. Yuring. Shu qo'shnimizning o'g'li yomon sizga o'xshaydi, dada. Aytdim-ku, birovlashiga aralashma. Iloyo, o'g'lingdan qaytsin. Qaytyapti. Yo'ling topolmay yuribsanmi? Nima yo'lim qisib ketding, ha? Nima qisib ketyapsan deyapman. Gapira olasanmi? Gapir. Gapiraman desam gapiraman. Men to'g'ri yuribman-ku. Sen qisib kelyapsan. Toza nima? Yana kim bilandir urushganga o'xshaydi. Hey, tozda jonga tegding. Bitta seplab qilolmaysan. O'zi qo'lingdan bir ish keladimi? Menga qara, ko'zimga ko'rinma. Ishdan bo'shading. Bor, ket ko'zimga ko'rinma. Ne bo'zrayapsan? Urmoqchimisan? Urmoqchimisan ha? Uraman ham, uraymi? Yo'q. Olsang ishimda olsan, tushundingmi? Qancha ish bor? Topaman desam bir deganda topaman. Ularni faqat menga kuchi yetadi. Bozor bo'lgandan keyin narxini tushib ber deyman-da. Talashib olamanmi? Nega talashasiz deydi. Pulni supurib olyapmanmi men? Qayerdagi bir odamlarga men Shu bozorga o'zim borib kelsam bo'lar ekan. Qaynatamga yetmasam bo'lmaydi. Jinni bo'lib qolyapti bu. Dada, o'g'lingiz har doim ko'chaga urush qilib kelib menga gapiradi. Faqat menga gap o'tadi. O'zingiz biror nima deb qo'ying. Yo'q. Onasi, o'g'ling yana shu eski qilig'ini boshlabdi-ku. Qaramaysan bu bolangga. Bular ota bola bir xil ekan-ku. Narsalar olish kerak, chiqish kerak. Bo'ldi, tamom. Yo'ling topa olmayapsanmi? Ko'rsatib qo'yaymi? Ana, uyda gapingiz menga o'tardi-ku. Qani, bir gapiringchi, ko'raylikchi. Gapiring. Ha! Uyda urushsa bo'lar ekan. Qishi kelibdilar. Nima xizmat? Toshkentda qizingiz o'qir ekan-a? Ha, tinchlikmi? Shu qizingizga sovchilikka keluvdik. Qizingiz bilan o'g'limiz bir-biriga ko'ngil qo'yibdi. Nima deysiz shunga? Yo'q, hali qizim kichkina, bera olmayman, uzr. Alo, qizim, yaxshimisan?
Ha, yaxshi, dada, siz yaxshimisiz? Yaxshi o'qib yuribman. Ha, yaxshi. Anu, uyga sovchilar keluvdi, hali qizim o'qiydi deb yo'q devardim. To'g'ri qilibmanmi? Ha, to'g'ri qilibsiz. Rahmat, dada. Mayli. Xizmat. Toshkentda qizingiz o'qir ekan-a? Xo'sh. Shu desiz, qizingiz bilan o'g'lim bir-biriga ko'ngil qo'yishibdi. Ko'ngliga. Qizim hali yosh, bera olmayman, uzr, ha? Alo, qizim, sen yor ko'rsatuvga chiqayapsanmi? Nega unaqa deyapsiz, dada? 2 kunda 3 ta sovchi kelyapti. Sen nima qilyapsan? Toshkentda o'qiyapsanmi? Ha, o'qiyapman. Sovchi kelsa menga nima ayb? Qarada. Toshkentda qizim o'qiydi, shundaymi? Shunday. O'sha qizimga sovchilikka keldingiz, shundaymi? Shunday. O'g'lingiz bilan meni qizim bir-biriga ko'ngil qo'ygan, shundaymi? Shunday, ha? Sovchi, keting. Keting. Qiz, ketganing hali 1 yil bo'ldi. Har 12 soatda sovchi kelyapti. Nima qilyapsan sen Toshkentda? O'qiyapman, dada. Qizingizga ishonmayapsizmi? O'z qizingizga ishonmayapsizmi? Qara lekin qiz. Qara, o'l. Mana yana sovchi keldi men. Endi sochini yuborsam bo'ladimi? Bo'ladi, hali lekin uyimiz to'yga tayyor emas. Remontiga pul kerak. Nech pul bo'pti? Ko'pmi? $30,000. Nargiz, men 1 yilda ishlab qaytaman, keyin to'y qilamiz. Orzu qilganimizdek kutasanmi meni? Kutaman, albatta kutaman. Faqat tez keling. Bo'ldi, senga ishonaman. Dadajonim. O'g'lim Rossiyadan keldi. Keldi, o'g'lim yaxshi yetib keldingiz. Rahmat, yaxshimi? Rahmat, zo'r. Ta'min olib kirib turing, hozir kelaman, xo'p? Qayoqqa ketyapsan? Nargizni olganmi? Ha, Ha, u erga tegib ketgan-ku, uning ustiga 2 ta bolasi ham bor. Ha, ketganimga 1 yil bo'ldi. Qanday 2 ta bola bo'ladi? Qanday? Shunday qilib kutaman deb kutmadi bevafo. Lekin sen kutasan-a meni, Sadoqat? Kutaman. Faqat tezroq keling. Bo'ldi. Chorixoning keladi seni, Sadoqat. Kut meni, jonim. Kut meni, Sadoqat. Otam meni oppog'im deydi, koshki edi tunda ko'rinsam. Nima bo'ldi? Men Rossiyadan kelganimdan xursand emasmisiz? Yo'q, xursandman, lekin Sadoqat ham erga tegib ketdi. Men sizni qancha bo'lsa ham kutaman, faqat tez kelasiz. Qilma, menga barib kutmaysan, yerga tegib ketasan. Bilaman-ku sizlarni. Kutaman. Ko'ramiz. Assalomu alaykum, dada. Men keldim Rossiyadan. O'g'lim, yaxshi keldingmi? Senga gapim bor. Bilaman. Sizni kutaman. Degan charos ham yerga tegib ketdi. Bu aniq edi-ku. Ha, yo'da, charos seni kutdi. Милый, ты что сделаешь? О, привет, пап. O'lay agar kutmaydi deb o'yladim. Showgirl в этом клубе просит снять очки.